Odob islom axloqining eng go'zal jihatlaridan biri bo'lib, insonning ichki pokligi va tashqi xulqini namoyon etadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari kishining har bir harakatida, gapirish, o'tirish, yeyish, muomala qilish, hatto fikr yuritishda ham odobni o'rgatadi. Payg'ambarimiz shunday deganlar: "Men go'zal xulqni komil qilish uchun yuborilganman." Bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, islom tarbiyasining markazida odob turadi. Haqiqiy mo'min faqat ibodatda emas, balki har bir odatda ham Rasulullohning odoblariga ergashadi. Imom Buxoriy o'zining Adabul Mufrad asarida keltirgan yana bir hadisda shunday deyilgan: "Sizlardan eng yaxshingiz xulqi go'zal bo'lganingizdir." Bu hadis mo'minning qadri uning axloqi bilan o'lchanishini ko'rsatadi. Ilm, ibodat yoki martaba insonni yetuk qilmas. Agar xulq va odob go'zal bo'lmasa, u haqiqiy mo'min sifatiga yeta olmaydi. Rasulullohning hayotlari odobning eng yorqin namunasi bo'lgan. U zot qahrlanganda ham adolatni, sevinganda ham tavozini saqlaganlar. Qur'on shunday ta'riflaydi: "Albatta, siz buyuk xulq uzradirsiz." Hadislarda odob nafaqat shaxsiy sifat, balki jamiyatda tinchlik va muhabbatni ta'minlovchi omil sifatida ham ta'kidlangan. Masalan, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kichiklarga rahm qilmagan, kattalarni hurmat qilmagan bizdan emas." Bu hadis ijtimoiy tarbiyaning asosini belgilaydi. Xulosa qilib aytganda, hadislarda odob iymonning butunligini ta'minlaydigan axloqiy ustundir. Go'zal xulq insonni Allohga yaqinlashtiradi, odamlar o'rtasida muhabbat uyg'otadi va jamiyatda tinchlik muhitini yaratadi. Rasulullohning sunnatlariga ergashish esa mo'minni oliy odob sohibi qiladi.